Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, Taraqqiyot va ta'lim podkast muxlislari, siz bilan navbatdagi uchrashuvga hozirlik tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bugungi suhbatdoshimiz, bugungi mehmonimiz iqtisod fanlari doktori, professor, o'z sohasining juda katta yirik mutaxassislaridan biri Ikromov Murod domlamiz mehmonimiz. Domla, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Domlajon, bugungi suhbatimizning mavzusini kelishib olsak, agar yo'q demasangiz, ta'limda marketing tizimining ahamiyati haqida siz bilan suhbatlashsak. Bugun ko'ryapsiz, bir murakkab zamonda yashayapmiz. Dunyo haqiqatan ham juda bezovta. Ana shunday sharoitda muhtaram prezidentimiz bitta gaplarini yana eslagimiz keladi. Hayotdagi jamiki muammolarini hal qilishga eng katta vosita sifatida biz ta'limni va ta'limni rivojlantirishimiz kerak degan gapni ko'p gapiradilar. Shundan kelib chiqib keling, bugun shu ta'limning ahamiyati, ta'limning turli sohalardagi o'rni, ta'limda masalan bugungi jarayonlarni yana ham takomillashtirish uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak degan mavzu atrofida siz bilan suhbatlashsak va bugungi globallashuv sharoitida mahsulot va xizmatlarning raqobatbardoshligini belgilaydigan omillar haqida birinchi sizni fikringizni bilmoqchi edim. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum. Juda o'rinli savol. 5-6 yil oldin marketing ixtisosligi yo'nalishiga talabalar ko'pchilik kirmas edi. Buning sababi bu fanni bilmaslik. Ular asosan iqtisod, savdo, ma'lum bir holatda shu hali buxgalteriya hisobi degan yo'nalishlarda tanlashardi. Mana hozirgi kunda oxirgi 3-4 yilda ichida raqobat kuchaydi. Marketingga bo'lgan ishtiyoq oshdi. Buning sababi hayot o'zi majbur qilyapti. Chunki ma'lum bir narsani ishlab chiqarish yoki xizmat qilganda uni sotish kerak. Kimga sotish kerak, qanchaga sotish kerak, nimaga e'tibor berish kerak. Boshqacha qilib aytganda, hayot o'zi hozirgi kunda marketing jamiyatimizning rivojlanishida o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Bizning ham vazifamiz hozirgi kunda eng asosiy vazifa tariqasida qabul qilamiz, iste'molchilarning iste'mol madaniyatini shakllantirishdan iborat. Buni yashirish hojati yo'q. Umumiy madaniyatda respublikamizda hozirgi shakllanayotgan iqtisodiy siyosat, iqtisodiy islohotlarning eng asosiy maqsadi prezidentimiz doim ta'kidlaydilar, o'sha insonning kafilligi, insonning hayoti, insonning sog'lig'i va uning hayot kechirish tarzi tariqasida qabul qilinmoqda. Marketing ham shunga xizmat qilish kerak. Buning uchun kadrlar tayyorlashimiz kerak. Kadrlar o'zini ishlayotgan sohasini chuqur o'rganish kerak. Boshqacha qilib aytganda, shu integratsiya, ya'ni ta'lim, ilm va ishlab chiqarishni uyg'unligini ta'minlash hozirgi zamon kadrlariga bog'liq. Demak, bu siz aytayotgan atama masalan bizga qandaydir yangi bir tushuncha bo'lsa-da, lekin aslida bizning xalqimiz bu marketing bilan qadimdan shug'ullanib kelgan va dunyo bozoriga chiqish uchun harakatlar qilingan va qaysi jihatlarga e'tibor qaratish kerak degan masalada tushuncha bo'lgan demoqchisiz-da. Albatta. Birinchidan buyuk Ipak yo'lida joylashganimiz o'zi azaldan azal savdo sotiqqa bo'lgan munosabat, o'zaro almashuv, logistika bu iboralar endi kirib kelgan bo'lsa ham azaldan azal bo'lib kelgan narsa. Faqat hozirgi kunda hayot o'zgaryapti, shakli o'zgaryapti, mazmuni o'zgaryapti. Shu sababdan marketingning ham ichki muammolari bor va tashqi muammolari bor. Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan vazifa birinchi navbatda albatta ichki bozorni to'yintirish va zarur bo'lganda shu milliy brendimizni butun dunyo taniydigan darajaga chiqarishdan iborat. Domla, bugun dunyo juda keskin va tez o'zgaryapti-da. Masalan, kechagi talablar bilan bugungi dunyoni ishlarini yurg'izish qiyin kechyapti. Shunday ekan, masalan, bizni o'sha mamlakatimizda bugun milliy brend tushunchasiga alohida e'tibor qaratilyapti, chunki mamlakatning nomini nafaqat ichkarida, dunyoda tanishda milliy brendning ahamiyati katta. Masalan, Made in O'zbekiston konsepsiyasi bilan masalan ta'limning bog'liqligi bu borada qanday ahamiyatli o'ylaysiz? Endi birinchi navbatda o'zi brend iborasiga o'zimni fikrimni aytib o'tsam, brend deganda bu faqatgina nom emas. Bu insonlarni ma'lum bir mahsulot yoki ma'lum bir jarayon yoki xizmatdan
taniqlilik darajasini bilish. Boshqacha qilib aytganda bunga ishonch bildirish. Ma'lum bir holatda ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi mas'uliyatini seza bilib, ma'lum bir holatda o'zini xaridorini topa bilish. Marketingning asosiy vazifalaridan biri ham shundan iborat. O'shaning uchun hozir juda to'g'ri o'rinli savol berdingiz. Milliy brend deganda bu yerda bizni ham madaniyatimiz, ham iqtisodiyotimiz, ham ichki ijtimoiy siyosatimiz ham mana shu brendni ifodasini berish kerak. Mana jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish bilan bog'liq harakatlar ketyapti, xabaringiz bor. Shu tashkilotga qo'shilish masalan marketing muhitini qanday transformatsiya qiladi? Agar biz uni jahon savdo tashkilotining talablari ham bor-ku, shundan kelib chiqqanda shu borada nima deya olamiz? Albatta bu juda katta muammoli narsa. Sababi yangi tizim, yangi holat. Albatta ko'p davlat bu tashkilotga a'zo bo'lgan, ammo hozirgi kunda biz O'zbekistonda kirib kelishi albatta marketing nuqtai nazaridan ham biz uchun yangilik. Tashqi bozorda qaysi talablar bilan ishlashimiz kerak? Qaysi mahsulotni chiqarishimiz kerak yoki qaysi mahsulotlar bizning bozorimizga kirib keladi? Xotirli joyi shundan iboratki, hali issiqxonada yashab yurgan tadbirkorlar ko'pi sinib ham ketishi mumkin. Sababi dunyo talablariga muvofiq ravishda ishlab chiqarmaslik. Talablari baland ularning. Albatta. Birinchidan sifatiy ko'rsatishlariga baland. Ko'p holatda ming afsus bizni ichki bozorimizda ko'p raqobat narx asosida bo'ladi. Chunki har bir tadbirkor albatta faoliyat ko'rsatishda foydaga intiladi. Bu tabiiy narsa. Boshqa gap foydani olish yo'llari har xil. Mana hozirgi kunda prezidentimiz doimiy ravishda ta'kidlab kelmoqdalarki, xarajatlarni pasaytirish nuqtai nazaridan, tannarxni pasaytirish hisobidan foyda olishni ta'minlab berish masalalari qo'yilyapti. Albatta buni qilish juda qiyin. Chunki insonlarning psixologiyasi shuna bo'lib qolganki, ayniqsa tadbirkorlarni oson yo'li shu narxni oshirish orqali mana buni yashirish hojati yo'q. Hozirgi oxirgi oyda shu yanvar oyida inflyatsiya darajasi demak 7.8% ni tashkil qildi. Bu albatta biz uchun bu katta ko'rsatkich. Iloji boricha bu inflyatsiyani jilovlash uchun birinchi navbatda shu xarajatlarni pasaytirish masalasi qo'yilgan. Bu demak raqamlashtirish, hozirgi kunda sun'iy intellektdan foydalanish, iloji boricha jismoniy mehnatni o'rniga aqliy mehnat bilan almashtirish, bu albatta bu ham marketingning ulushi juda katta. Domla, demak, milliy brendni shakllantirishda empirik tadqiqotlar va big data tahlilining ahamiyati qanday? Shu haqida ham bir tushuncha bersangiz, ma'lumot bersangiz. Endi hozirgi kun zamon asosan raqamlashtirish, sun'iy intellektdan foydalanish. Albatta bu o'zi marketingning asosiy vazifasi ham ko'p ma'lumot to'plab, uni tahlil qilib, ma'lum bir qaror qabul qilishdan iborat. Qaror qabul qilish demak bu iste'molchilarning ehtiyojini qondirishda. Albatta bu iste'molchilarni qondirish, ehtiyojlarini qondirish orqali tadbirkor ham foyda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning uchun hozirgi kunda mana yangi zamonaviy uslublardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Big data degani bu ko'p ma'lumotni demak tez orada yangi zamonaviy texnologiyalar asosida qayta ishlab, to'g'ri, samarali qaror qabul qilishdan iboratdir. Demak, bugungi yoshlarimiz ta'limda o'sha bugungi sun'iy intellekt, zamonaviy texnologiyalarni ham yaxshi bilish talab qilinyapti ekanda. Albatta. Bekorga hurmatli prezidentimiz hozirgi kunda o'rta maktablarda sun'iy intellekt bo'yicha darslar kiritiliryapti. Chunki shu oliy o'qituvga borgunga qadar buni mukammal o'rganish va shu asosida qarorlar qabul qilishga asos tariqasida qabul qilish. Chunki sun'iy intellekt endi mening fikrimcha sal noto'g'ri talqin qilingan. Intellekt u insonga o'zi taalluqli narsa. Endi biz mayli sunniylashtirish tomoni unga yordam berish nuqtai nazaridan qarashimiz kerak. Boshqacha qilib aytganda sun'iy intellekt inson uchun hamma narsani qabul qilib bera olmaydi. Muammoni o'zimiz hal qilamiz. Muammoni ham qo'yish va muammoni hal qilish shu kadrlarning o'ziga bog'liq. Buning uchun albatta imkoniyat doirasida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Endi domla, innovatsion ta'lim modellari bitiruvchilarda masalan raqobatbardoshlikka qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Qancha zamonaviy
demak uslublar qo'llasak shunchalik kadrlarni tayyorlash tezlashadi ham. Agar e'tibor bersangiz, hozirgi kunda ko'p mutaxassislarni tayyorlash 4 yildan 3 yilga tushirilyapti. Chunki ortiqcha xarajatni kerak. Mana misol uchun pedagogika oliy o'qituvchilarida, turizm sohasida bo'lgan mutaxassislarni 3 yilga tushirish masalasi qo'yilgan. Bu hammasi faqatgina shu innovatsion ta'lim asosida bo'ladi. Chunki tezlashtirish bu ertaga hayotda o'zini imkoniyatini ro'yobga chiqarish bilan uzviyrashga bog'liq. Chunki aytganingizdek vaqt tezlashdi bugun. Odamlar agar qarasak, juda ko'p narsaga ulgura olmayapman, vaqt tez o'tib ketyapti, undan unumli foydalanishim kerak degan fikrda yurganlarni ko'ramiz. O'zimiz ham shunaqa o'ylaymiz. Demak, shu vaqtdan unumli foydalanish nafaqat yoshi katta, o'rta yosh, balki yoshlarimiz uchun ham, bugungi oliy dargohda o'qiyotgan talabalarimiz uchun nihoyatda muhim ekan. Demak, oliy ta'lim muassasalarida domla marketing tadqiqot markazlarini tashkil etish iqtisodiyotimizda qanday qiymat yaratadi? Shu haqda ham bir gapirsangiz. Birinchi navbatdan hozirgi kunda bizning universitetimizda kafedralar filiallari va ma'lum bir holatda konsalting markazlarini ochish masalasi keskin qo'yilgan. Chunki bu haqiqatan ham tadbirkorlarimizga, ishlab chiqarayotgan korxonalar uchun juda muhim. Bir 90-yillarda boshida agar esingizda bo'lsa, biznes inkubatorlar degan narsalar rivojlangan edi. Hozirgi kunda albatta buning ehtiyoji sal pasaygandek bo'ldi, ammo ma'lum bir holatda kadrlarni, tadbirkorlarni tayyorlash borasida ular juda muhim o'rin tutadi. Tezroq, hali siz aytgandek, vaqtni sarflamasdan unumli foydalanish juda muhim. Domla, yana mana sanoat, agrosektor va xizmatlar sohasida raqobatbardoshlikni oshirish uchun qanday amaliy marketing instrumentlari samara beradi deb o'ylaysiz? Misol uchun bizni marketing kadrasi misolida aytishim mumkin. Hozirgi kunda o'ziga xos mana O'zbekistonda marketologlar uyushmasi mavjud. Ulardagi 150 dan ortiq tashkilot, korxonalar a'zo. Ularda amaliyot o'tish, ular bilan hamkorlikda ilmiy ishlar o'tkazish, marketing tadqiqotlarini amalga oshirish va undan tashqari yana ikkita kafedra filiali, birinchidan raqobat va iste'molchilarni huquqini ta'minlash agentligi bilan hamda ishlab chiqarish korxonalari bilan uzviy ravishda ishlar amalga oshirilmoqda. Bu narsa nimaga olib kelyapti? Birinchidan talabalarni, magistrant va yosh domlalarni mana shu marketing tadqiqotlarini amalga oshirishda ishtirokini ta'minlash va ikkinchidan o'sha tashkilotlarni ishini yengillashtirish masalasi qo'yilyapti. Bu hamkorlikda qilingan ishlar albatta hozirgi kundagi muammolarni, ko'p muammoni yechishga katta xizmat qilyapti. Agentlikni misol uchun rahbari, iqtisodiyot fanlari doktori, o'zimizda himoya qilgan Olimjon Jumayev juda katta yordam beryapti. Shu bilan birga aksariyat o'zlarini xodimlarini ilmiy ish bilan shug'ullanishga majburlaganlar. Hozirgi kunda ular aksariyati bizning kafedramiz qoshida ilmiy tadqiqotchi tariqasida demak xizmat qilishmoqda. Yaxshi. Domla, bugun agar iqtisodiyotda rivojlangan mamlakatlarni tizimlarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, iqtisodni rivojlantirishda turli sohalarga e'tibor qaratilyapti. Masalan, juda ko'p mamlakatlarda turizmga juda katta ahamiyat berilyapti. Birgina masalan Turkiyani qaraydigan bo'lsak, Turkiyada turizm salohiyati juda rivojlanib ketdi. Milliardlab yo'q joydan, bunday aytganda, yo'q joydan turistik inshootlarni, turizmdan bog'liq joylarni ko'rsatish evaziga Turkiyani byudjetiga milliardlab dollar tushyapti. Biz ham dunyoga ilm, ma'rifat bergan va juda katta minglab tarixiy obidalarimiz borligi bilan dunyo e'tiboridagi mamlakatlar qatorida turamiz va o'shandan kelib chiqib bugun bizda turizm juda katta bo'lmasa ham rivojlanish yo'liga kirdi. O'shanday sharoitda masalan to'qimachilik, IT sohalarida milliy brend strategiyasini qanday shakllantirishimiz lozim? Chunki bu muhim tarmoq. Mamlakat byudjetiga katta miqdorda mablag' olib kelishi mumkin. Demak, bu ham bizning mamlakatning iqtisodiyotini, xalqimizning farovonligini oshirishga katta xizmat qiladigan vosita sifatida qarab, shundan kelib chiqib fikringizni aytsangiz. 2025-yilda mamlakatimizga 11 million turistlar kelib ketdi.
va 5 yil ichida bu miqdorni 20 millionga oshirish vazifasini qo'ydilar. Endi bu 20 millionga yetkazishimiz uchun albatta unga shart-sharoit kerak. Birinchi navbatda mehmonxonalar juda katta ish qilinyapti. Ayniqsa Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva va boshqa demak obidasi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, o'zi dunyoda eng ko'p tarixiy obida O'zbekistonda joylashgan. Faqat buni to'g'ri bilishimiz kerak, shunga yarasha to'g'ri kadrlar tayyorlashimiz kerak. Demak, mana shu sayyohlar bilan ishlaydigan, bilimga ega va 4 ta 5 ta tilga ega bo'lgan mutaxassislar tayyorlashimiz kerak. Albatta hozirgi kunda bu ish bo'yicha mana Iqtisodiyot universitetida turizm fakultetida juda katta ishlar qilinyapti. Hamkorlikda men buni yashirmayman. Germaniya bilan hozir yashil iqtisodiyot markazini ochganmiz, ilmiy ta'lim markazi. Unda ekoturizm masalasini qo'yganmiz. Hozirgi kunda birinchi asosiy vazifa tariqasida shu ekoturizmni rivojlantirish O'zbekistonda va Germaniyada joylashgan shu ekoturizm obidalariga turistlarni jalb qilish masalasi ustida ishlayapmiz. Prezidentimiz Qo'qon shahrini hunarmandlar shahri deb e'lon qildilar. Har yili dunyo festivali bo'lib o'tyapti. Misol uchun Xivani o'ziga xos tarixiy yana o'sha faqat o'shani tomosha qilib, zamonaviy mehmonxonalarda emas, balki oilalarda yashash ehtiyojini mavjudligi. Ma'lum bir holatda siz aytgandek, mana gastronomik turizmni rivojlantirishda misol uchun o'zbek xalqi osh bilan agar taniqli bo'lsa, O'zbekistonda minglab turi mavjud. Mana shu narsalarni ko'rsata bilish bu ham biz uchun daromad keltirish manbai bo'lishi kerak. Mana domla gapingiz bo'ldim uzr. Xivaga borganimizda bir 5-6 ta yevropalik sayyohlar bilan gaplashdik. Ular aytganidek, o'sha atrofdagi mehmonxona uylarda joylashibdi. Biz deydi, Xivadagi, Ichanqaradagi go'zal imoratlarni bir kunda 3 marta ko'rishni xohlaymiz. Nega desam, bu imoratlar ertalab quyosh chiqayotganda alohida bir go'zal ko'rinishda bo'ladi. Tush paytida deydi, uni mutlaqo o'zgaradi qiyofasi. Kechqurun quyosh botayotganda Ichanqalani kelib tomosha qilsangiz deydi, bunaqa go'zallikni dunyodan topmadik degan gapni aytayapti. Demak, mana shunaqangi tarixiy obidalarimiz go'zalligini, hali aytganingizdek gastronomik turizmlarimizni mutaxassislarimiz shu nozik jihatlarini ham xorijga va o'zimizning mahalliy xalqimizga tushuntira bilish kerak ekanda. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan ichki turizmni rivojlantirish, xorijiy turistlarni jalb qilish strategiyasi ishlab chiqilgan. Bu strategiya hozirgi kunda juda katta natijalar bermoqda. Misol uchun 20 yil oldin O'zbekiston degan davlatni ko'pchilik bilmas edi. To'g'ri. Qayerga borsangiz Afg'oniston, Pokiston bilan aralashib borardi. O'shaning uchun bu narsani amalga oshirish juda o'rinli. Birinchi navbatda o'zimiz ichki turizm tariqasida davlatimizni obidalarini yaxshi o'rganishimiz kerak. Biror yoqqa borganda ma'lum bir holatda uni targ'ibot qilish uchun ham shu bilim kerak. Yana oxiri aylanib o'rilib shu bilimga taqalanyapti. O'shaning uchun men o'ylaymanki, mana O'zbekistonda hozir turizmga bo'lgan e'tibor, Samarqandda alohida Ipak yo'li turizm universiteti ochilgan. Mana bizni turizm fakulteti juda ko'p mehnat qilib, juda yaxshi kadrlar tayyorlamoqda. Men o'ylaymanki, mana shu mehnat natijalari samarasi shu xorijiy turistlarning kelishi bilan va o'zbek xalqini butun dunyoda aylanib turist bo'lib borib kelish imkoniyati paydo bo'lishi bilan menimcha baholansa kerak. O'tgan yili vazirimiz tashabbusi bilan biz Qoraqalpog'istonda 3 ta tumanida, ya'ni bu Xo'jayli, Elaqal'a va Taxtako'pir tumanlarida turizmni rivojlantirishda demak indikatorlarni ishlab chiqish mavzuida ish qildik va bu borada o'zimizga ham yangi obidalarni o'zimizga ochdik. Misol uchun mana Qoraqalpog'iston hozirgi kunda rivojlanayotgan va unga e'tibor hukumatimiz tomonidan juda katta e'tibor qaratilmoqda. Nafaqat turizmga, balki sanoatni rivojlantirish, kadrlarni tayyorlash bo'yicha. Bu borada qadriyatlari shunaqa ko'p asrlik holatni ko'rsatmoqdaki, Qoraqalpog'istonda nafaqat Aleksandr Makedonskiyni va undan oldingi tarixi,
balki buddizm, ya'ni bu 3000 yil oldingi tarixlari ham hozirgi kunda Yaponiya, Koreya davlatlari uchun juda muhim turistik bir manzil bo'lib qolgan. Faqat buni bilishimiz kerak, bunga jalb eta olishimiz kerak. Shu sababdan bizning asosiy vazifamiz ham shu innovatsion loyihada qanday qilib turib nima tomonidan shu xorijiy turistlarni shu yerga jalb qilish masalasi qo'yilgan. Albatta Qoraqalpog'istonda hozirgi kundagi asosiy muammosi bu cho'llanishni kamaytirish yoki Orol dengiziga mana ming qatla shukr bu yil suv qo'shildi, ancha demak xursandchilikka olib keldi. Boshqacha qilib aytganda bu respublikani ham kelajagini belgilovchi yo'nalishlar o'zini yaxshi ko'rsatishini ko'rsata boshladi. Shu jumladan men o'ylaymanki, turizm ham mana shu demak mamlakatga misol uchun Savitskiy qilgan ishlarni o'shani muzeyda borib ko'rib kelishni o'zi ham biz uchun baxt bo'lgan. Mana yaqinda xabaringiz bor, prezidentimiz yoshlar bilan uchrashdilar. O'sha yerda juda katta ko'p global masalalarni hal qilish bilan bog'liq takliflar aytdilar va shu bilan birga aytdilarki, prezidentimiz 100% bandlikka erishish kerak ta'lim tizimida. Shunda marketing o'rni qanaqa bo'ladi degan savol ham tug'iladi. Demak, yoshlarimizga sharoit yaratish, ularni bilimini oshirish va shu bilan birga marketingni o'rgata bilish, ularga singdirish ham demak bugun global zamonda muhim narsa ekan. Shu borada ham fikringizni aytsangiz. Albatta, marketing fanining asosiy vazifalaridan biri kelajakni ko'ra bilish. Ma'lum bir holatda qaysi bozorda qanaqa mutaxassis kerak bo'ladi, qaysi yo'nalishlarni rivojlantirishimiz kerak, qaysi hozirgi kunda demak dolzarbligi ketgan mutaxassislarni tayyorlamaslik. Chunki ma'lum bir holatda har bir mutaxassis kelajagini ish bilan bog'laydi, daromad olish imkoniyatini qidiradi. Albatta bu ishonch bilan bog'liq narsa. Shu sababdan hozirgi kunda har bir oliy o'quv yurtiga mana muhtaram prezidentimiz qo'ygan vazifadek 100% ish bilan ta'minlash masalasini hal qilish uchun albatta bu yerda nafaqat universitetlar, albatta bu yerda hokimiyatlar bilan, yana viloyat va tuman hokimlari bilan birgalikda ishlash juda muhim. Chunki kadrlar asosan o'sha viloyatlar va tumanlarga kerak. Rivojlanish ham o'sha joylarga kerak. Faqatgina Toshkent shahrini rivojlantirish emas, mana prezidentimiz tomonidan vazifa qo'yilyapti. Toshkent ahlini 7,3 millionga chiqarish masalasi qo'yilgan. Bu katta megapolis. Albatta bu megapolis muhim, juda zarur, ammo shu bilan birga viloyatlardagi va tumanlardagi ishlab chiqarishni, xizmat ko'rsatishni rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash kerak. Ilgari viloyatlarning hokimlari o'zlarining hududidan Toshkentdagi boshqa oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan talabalarni uchrashar edi. Ularning qanaqa muammolari bor, nima bilan kelajakda qiziqishi mumkin, qanaqa manfaati, foydasi tegishi mumkin deb uchrashuvlar qilar edi, dedingiz-ku. Shu jarayonlarni yana menimcha qayta tiklash kerak shekilda-da. Keyin yana domla bugun endi istaymizmi yo'qmi biz ta'lim haqida gapirayotgan ekanmiz, ta'limga e'tibor jiddiy qaratilayotgan ekan, demak ta'limdagi islohotlarni ham, ularning samarasini ham gapirishimiz kerak. Oliy ta'lim vaziri tomonidan bo'layotgan islohotlar samaralari yaxshi bo'lyapti, yomon emas. Shu bilan birga har bir oliy ta'lim muassasasida shaxsiy javobgarlik masalasi, qat'iy tartib intizom masalalari ham marketingda muhim ahamiyatini, jihatlarini ta'minlab beradi-da. Shu borada ham gapirsangiz, masalan, bugun vazifalar qo'yilyapti. U vazifalarning erta samarasi qanday bo'ladi? Bu borada marketing maydonga chiqyapti-da. Juda o'rinli ta'kidladingiz, ammo birinchi navbatda vazirlik tomonidan berilgan islohotlar juda muhim. Mana misol uchun hozirgi kunda oliy ta'limda 5 kunlik tizimga o'tdik. Ma'lum bir holatda o'quv yuklamalari kamaydi. Misol uchun professor xodimlar 250-300 soatgacha auditoriya soatlari bilan chegaralanyapti. Qolgan vaqtini bilimga, ilmga va tarbiya sohasiga qaratish masalasi qo'yilgan. Bu albatta o'zini ijobiy natijalarini beradi. Bu borada mana o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, oldingi qadriyatlar, yana ma'lum bir holatda kadrlarni tayyorlashda ularga shu vatanparvarlik tuyg'usini uyg'otish, o'zini yurtiga borib ma'lum bir mutaxassis tariqasida oilasi, yaqinlariga yordam berish nuqtai nazaridan, yana shu kasbi orqali, kasbga bo'lgan fidoyilik orqali
ko'rsata bilish. Xuddi shunday talab har bir professor o'qituvchiga ham qo'yilyapti. Chunki o'zini fanini qanday qilib sindirishi, qanday qilib turib shu haligi auditoriyada shu talabalarga yetkazib, ertaga yetuk mutaxassis bo'lish uchun zamin yaratish albatta hammamizga bog'liq. Domla mana keyin paytda aytdik-ku suhbatimiz avvalda bugungi dunyoning qiyofasi o'zgaryapti. Ayrim qadriyatlarga bo'lgan munosabatlar ayniqsa yoshlarimizda o'zgacha bir nazar bilan qaralyapti. Yoki hali boshda ta'kidlab o'tdingiz, vatanparvarlik tuyg'usi. Hatto o'sha hadis shariflarimizda shunday bir gap borki, vatanni sevmoq iymondandir degan hadis borligini ham biz boshda ko'p gapirgandik. Keyin paytda ana shu hadisga, ya'ni vatanni sevmoqqa bo'lgan muhabbatni kuchaytirish ham dolzarb masalalardan biriga aylanyapti. Qachonki odam o'zini vatanini seva bilsa, o'zini qadriyatlarini qadrlashga erisha olsa, o'shanda u kishida ham vatanparvarlik, ham ilm ma'rifatga, ham ta'limga bo'lgan muhabbat kuchayishi mumkin degan fikr bor-da. Lekin bugun ayrim yoshlar dunyoning qaysi mamlakatlarda rivojlangan bo'lsa, hayot yaxshi ketayotgan bo'lsa, biz o'sha yerda o'zimiz vatanimizni biladigan qarovchilar ham bor. Mayli unday fikrlarga biz qarshi emasmiz, lekin aslida bizni dunyoga juda katta daholarni bergan mamlakatimizda vatansevarlik, vatanni qadrlash, ota-onasiga bo'lgan, ajdodlariga bo'lgan hurmatni, muhabbati timsol sifatida qaralyapti. Shunday ekan bugungi ta'lim dargohlarimizda bu borada qanday yo'l tutishimiz kerak yoshlarimizni qalbida vatanparvarlik muhabbatlarini oshirish uchun? Endi mening fikrim bo'yicha vatanparvarlikni oshirish uchun birinchi navbatda talabalarni kitobga qaytarishimiz kerak. Hozirgi kunda barcha narsa zamonaviy gadjetlar bilan amalga oshyapti. Shunday. Bunga o'rganish, bu xuddi narkotikka o'rganishdek bo'lib qolgan. Ma'lum bir holatda inson o'zini, xalqini, madaniyatini, ma'lum bir holatda merosini qadrlash uchun shu kitobga qaytarmasak bo'lmaydi. Bunga o'zimiz birinchi navbatda professor o'qituvchilar o'zi namuna bo'lish kerak. Bunaqa ma'lum bir holatda mana juda ko'p aqlli insonlar aytgan, agar 3-4 yil oldingi konspekt bilan auditoriyaga kirayotgan bo'lsang, yo fan o'lgan yoki o'zing o'lgansan deb hisoblashgan. To'g'ri gap. Bu juda o'rinli. Shu sababdan hozirgi kunda bu mas'uliyat barchamizga tegishli. Chunki vatan bizda yagona. Buni vatan tanlamaydi. Shuning uchun yoshlarda hozirgi kundagi bo'layotgan munosabatiga ko'p holatda menimcha ota-onalar o'zi aybdor. Sababi demak ma'lum bir holatda oiladagi tarbiyaga sal e'tiborni ko'paytirishimiz kerak. Ish deymiz, boshqa yumush bilan ovora bo'lib qolamiz, ammo tarbiya birinchi o'rinda turishi kerak. Va ma'lum bir holatda tarbiyani misol uchun universitetdagi tutorlarga yoki boshqaga mas'uliyatiga qo'yib qo'yish kerak emas-da, chunki farzand sizniki. Shu sababdan ko'p yoshlarimizni ham oson pulga yoki yuqori mansabga o'tirish ishtiyoqi bu tabiiy. Ammo buni o'ziga yarasha qiyinchiligi, o'ziga yarasha ma'lum bir holatda bosqichma-bosqich o'tish zarurligini ham men bir ko'rsatmoqchi edim. Chunki birdaniga lozimga o'tirish qiyin va uni eplab ketish albatta hozirgi kunda yoshlarga juda katta imkoniyat berilyapti. Prezidentimiz juda katta ma'lum bir holatda ularga ishonch bildiryaptilar. Ammo bu ishonchni demak oqlash uchun birinchi navbatda yana bir aytaman, vatanga zarur bo'lgan bilimni olish kerak. Zarur bo'lgan ko'nikmani ishlatish kerak. Kerak bo'lganda mana shu o'zlarini butun amaliy, nazariy butun ko'nikmalarini xalq uchun foydalanish qilish kerak. Chunki xalqni agar biz ehtiyojini qondira olsagina, o'shandagina daromad yoki ichki xotirjamlikka ega bo'lamiz. Albatta ko'pchilik hozirgi kunda xorijga chiqib ketishga intiladi. Bu tabiiy narsa. Chunki ko'rish kerak, solishtirish kerak. Ammo shu bilan birga men o'zimni shaxsiy tajribamdan aytamanki, bunaqa yurt hech qayerda yo'q. O'zbekistondaqa insonparvarlik, mehribonlik, ma'lum bir holatda shu 4 ta mavsum bo'lishi ham insonni shakllanishiga juda katta ta'sir qiladi. Albatta. Buni qadrlashimiz kerak. Domla to'g'ri ta'kidladingiz, haqiqatan ham bugungi yoshlarimiz dunyoning turli
juda nufuzli oliy dargohlarda o'qishlari tarafdorimiz. Bilim olsinlar, dunyoni ko'rsinlar, dunyo bilan bizni mamlakatimizni qiyoslaydigan jihatlarga e'tibor qaratishlari kerak. Lekin shu bilan birga o'zlarini kindik qoni to'kilgan bu aziz vatanni, bu muqaddas vatanni qadrlash va seva bilish kerak. Mana bir 2-3 yil oldin bir saudiyalik ota-bobolari bizdan ketgan vatandoshimiz kelib qoldi. Biz u kishini aylantirdik, qish payti edi. Dovon tomonga yurganimizda qorni ko'rdi, to'xtang deb bizni to'xtatdi. To'xtatib, mashinadan tushib, birdan borib qor olib, yuzlariga surib, hamma yoqqa hali bir shifobaxsh ne'mat topganday surib, keyin bizga qarab aytdiki, "Sizlar dedilar, nihoyatda baxtiyor insonsizlar. Bizda qor yo'q" dedi. Meni bobolarim aytardi, otalarim. Bizning yurtimizda aytganidek 4 ta fasl bor. Ko'klam bor, yoz bor, qish bor, qor bor desa, qor bo'lishi mumkinmi degan savolni biz berib, mana bugun shunga javob topdik. Bu vatan haqiqatan ham aziz vatan degan gapni aytdi-da. Shunga o'xshab yoshlarimizni bilim olishlari, dunyoni ko'rishlari barobarida o'zlarini, vatanlarini, o'zimizni, vatanimizni qadrlashni bilishlari kerak. Domla, sizga katta rahmat. Bugun ajoyib suhbatlar qildik siz bilan. Taraqqiyot va ta'lim podkastini eng hurmatli mehmonlardan biri sifatida sizning suhbatlaringizni o'ylaymizki, yoshlarimiz va professor o'qituvchilarimiz o'qib xulosa chiqaradilar. Qadrli kuzatuvchilar, bugungi suhbatdoshimiz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, iqtisod fanlari doktori Ikromov Murat aka Akramovich bo'ldilar. Domlamiz nafaqat bizning mamlakatimizda, balki dunyoning bir necha oliy dargohlarini faxriy professori ham hisoblanadilar. Domla, sizga salomatlik tilaymiz. Bundan keyingi suhbatlarimizga yana qatnashib, yoshlarimizni va bizni taraqqiyot va ta'lim dasturimizni boyitishda qatnashasizga umiddamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Savobli ishlarda charchamanglar. Sizlarga omad tilayman. Yoshlarimizga bor imkoniyatdan foydalanishda biz ham tarafdorimiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, yetuk inson bo'lsa, ota-onalarini duosida yurishsa, ana o'shandagina ustozlar ham rozi bo'ladi. Rahmat. Tashakkur. Qadrli kuzatuvchilar, taraqqiyot va ta'lim podkastining keyingi sonlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.